Assalomu alaykum. Hozir sizlarga Telegramda o'chib ketuvchi rasmni qanday saqlab qolishni o'rgataman. Buning uchun mana hozir ustimdan mana o'chib ketuvchi xabar kelgan. Rasmni yon tomonida bosamiz. Parametr chiqadi. Yuklab olish navbatiga qo'shish degan joyni bosamiz. Yuklamalar menejeriga qo'shildi. Endi yuklab olish menejeriga bosamiz. Belgilab ketyapman. O'sha joyga bossak, mana rasm turibdi. Ustiga bosamiz. Mana o'sha rasm ochdik. Bemalol saqlab olsak bo'ladi. Chiqamiz. Ichkaga o'tamiz endi. Mana bu yerda rasm turibdi. O'qilgan deb belgilangan bo'ladi, lekin biz rasmni yuklab olgan bo'lamiz. Xuddi shu tarzda bo'ladi.